Assalamu alaykum, tordaşlar. Yaxşımısınızlar? Yaxşı turdunlarmı? Aslida men bugun Abduveli Yasin temasiga kirmoqchidim. Lekin ma'lum sabablar bilan yanala bugungi so'zlamoqchi bo'lgan temam ustida biroz o'rtoqlashsam bo'lg'idek dedim. Tunugun kechda men meni bir sotqa bersanglar, bir sotda bir deyishgan bo'lsaq deb bir tema chiqarib qo'ydim. Bu temaning sababi bordi. Bu temaga kirishdan ilgari menday qonun ingimizni yetildiraylik qarindoshlarim. Bir odam seni sotqa berman desa berolmaydi. Bunimi biling. Shuning bilan men hozir o'zimning beshimdan kechirgan shu muajirat hayotimdagi bir qancha misollarni ep bo'lib anankin temaga kirman. Birinchi 2018-yili men şu Dünya Uyghur Kurultayı'na sual koydum. Tınmay dedim. Aldamçılık kılmanglar. Rast betimce kandak davanı olsun mu? Rast betimce. Nereden eni dedim pul alamsa? Men neymiş kısan? Rast betimce. Rast kep kıl. Bu namayişlerimi bir yalgan namayişliğini mundak boldu edip durup tınmay sözlesem gayri tuyuldu o vakti. Şununla tınmay Vay seni arz qiladi ekan. Vay seni mundaq qiladi ekan. Vay mundaq qilmoqchi ekan deb turib talay gaplar bo'lib ketdi. Undaqkan men shu vaqtda degan, voy men saqlab turyapman deb. Ondan keyin 2019-yili men Germaniyadan bir qarindishimiz menga ayrim bir uchur yo'llab sizni Dünya Uyghur Kurultayı sotqa tortmoqchi ekan. Eliq bir advokat Dünya Uyghur Kurultayı'nın bir advokati sizni sotqa bermoqchi bo'pti degan voy saqlayapman dedim. Sababi nima ekanmi demedim. Saqlayapman. Marhamat dedim. Voy siz bir tayyorlik qilsangiz, voy yo'q tayyorlikmi? Bir odamni sotqa bermoqchi bo'lsa bir sababi bilan chiqadi. Men saqlab turman. Har bir odam advokat tutish huquqingiz bor sizning. Bir inson bo'lish Süpütünüz bilen meyli Türkiye'de meyli Kayya'da adukat tutuş hukukunuz var. Şununla ben şundaklı cevap verdim. Bana hazır onundan keyin mancha yıl ötüp ketdi. Onundan keyin yana bir qancha bu şundaq qishlar bo'ldi. Güldürüva yağmuru yok. Her kadında güldürüva naydi çoğun külemde vay ayatını mene oşu bir yerge bir nima qilib o'tirgandaklar Şundaq gaplar o'qitdi. Anandaki heylik bir qo'ymichilik vaqasidimi? Shu qo'ymichilikdan voy ash qo'ymichi sizni mana shu Nuriga berib ekan, saqchiga kiribdi, saqchi bir vara qog'ozni beribdi deb bundaq to'rga chiqirib birlar orqali evatibmi berdi. Shunda kulgim ketdi. Ey. Qahning pulini sen olsang. O'lgidek Nuriganing butun hamma shunaqa konsullargacha men degan oqibatdan polani olsang Qaçaqçılıqni sen qilib o'ltirib, qamlışımağa yere kelgan chaqda manda qilgan o'zingning haqiqiy ovozlaringni meningmi ballalarim bo'lganligi uchun men u narsalarni bak uchiq oshkora bak satlashib ketmasin deb turib noyib shaklda bak qilirab ketgandan amalsizlikda ma'lum narsani ovoz qo'ygani bilan undan keyin yipiq shaklda o ishni hal qilib pulni qaytirg'izib shuni bilan bu ish tugandi. Lekin bu qitirib o'tiramidi, dig'rab beliqinda. Şuna cıqlağa voy sizni moşunda bir ey saqchi deganga nimani elga aldırsan, nima deb kirsan bir vara qog'oz berdi. Lekin meni hech kim izlab baqqani yo'q. Hozirga qadar haqni men chiqadim sotqa, lekin haq meni chiqirib baqqani yo'q. To'lamni to'ladi, o to'lamni Turkiyadagi ma'lum birsiga iyani qilyaptim. Bu bir. Anandan keyin men ikki masalani deb berdim, Üçüncü mesele kelganda şu İslam eliqi çoğ cemaat, kichik cemaat deganlarning masalasi to'g'risidami? Ba'zan şu Suriyaga kirgan, Suriyadagi aldamchilik degandek, anadagi Abduveli Yasin temasi haqida shundaq bir chiqqan vaqtlarimda voy tilingni esib qo'yamiz, voy putingni kesib etamiz. Mening telefon nomerim ma'lum bir insonlar tarafidan butun yerga tarqatilgan. Shuning bilan bakchiq bir ishlar bo'lib, voy putingni kesimiz o qilimiz deb oxiri kelgan Sayfullah degan odam o'zi izlab chaqishib qo'ygandiq. Voy menda bo'ldi, voy deb tugdi bu ish. Shuning bilan
Men hazırga kadar hiç qandaq adam meni sotqa chiqib baqqani yo'q. Men chiqdim, meni hech kim chiqib baqqani yo'q. Allohning nimasi bilan qasam qilamanki meni hech kim sotqa chiqib baqqani yo'q. Bu mishada, agar meni sotqa chiqib baqqan bo'lsa, do'ziga bo'lib ketaman agar yolg'on gap qilgan bo'lsam, mana dedim. Anadaki bir odamni sotqa bermoqchi bo'lsa, put tirab turadigan bir yoki bir qancha sabab bo'ladi. O sebepning ichiga meni to'rda meni bosh tashkilot to'g'riliq gap qildi deb yig'lamda. Yoki mashida xoinga yon bossam, meni mushida deb savol qo'ydi, meni qutqizinglar deb yig'lamda. O sot uni anglamaydi. Sotni to'g'ri tushunmaydigan birlari o'xshaydi. Shuning bilan tunugungi kunlikda menga "Voy Zumrat xonim, sizni mush Erkin Sidiq sotga bermoqchi ekan" degandi. O adamның o'ziga degan gapimni hozir deb beray, chunki u bir 10 minutlik so'z. Shuning bilan men ashini hozir deb berman. Men bunda dedim. Agar meni sotga bermoqchi bo'lsa, nima deb berdi deganni so'rab baxmadingizmi bo'lsam, u bola tavsiya qildi degandi. Voy, shuncha bola endi Xitoy Kompartiyasi shunda yetishtirgan bir oliy bir inson, oliy nasadiki oliy o'rinlar turayotgan bir inson meni bir xalq suputim bilan men savol qo'ysam, managa javob bering, managa javob ber yoki shu bizniki erkiy qirg'inchiligimiz yahudiynikidan yetmadimi bizning deb turib savol qo'ysam, shunga arz qilma degan bo'lsa, voy marhamat, voy saqlab turaman, u odam bilan bir ko'rishmayman, bir uchrashaylik. Xalqaraviy bir Uyg'urlarning boshqa vatanini ololmay so'rlib yurgandek mo'shundaq mancha yil da'vo qildik deb kashki so'rim dutta usulma usul yurgan moshida qo'ldirilib pul yig'ishdan boshqa narsaga xalqni ishlatmagan holatda men shu inson bilan sotda bir paranglashay, mosh qilayim daftarimni ko'tarib shu yerda bir so'zlashmaymi dedim. Ayni gapim shu. Yana bir bu yerga bir qistirib qo'ygan bir tema bor. Şu Dolqun İsa efendimninki bu Şöhret Zakir'nin sonrasından peşva yedim dep refa uyan buya çıkargan bir tokay iş var. Aşı bir top işinin içinde kim bir sonra baktınlar bu işinin neticesi qandaq oldu. Vay sotqı bermekçiken Dolqun İsa efendim sotqı verip nemişlarını kıvetken de aşı Mihriban Hanım'ni yoki Zulfiya Zakir'ni dep durup manda bir savol qo'ymay qapoq kallanglar bilan "Oy Zumrat xonim, sizni arz qildigan bo'pti. Oy sizni bunda qildigan bo'pti. Meningdan nima g'am qilasiz? Men tayyor. Men har vaqt to'rda, har vaqt men shu nimada 24 soat telefon urmasib telefonim o'chib turdi. Har vaqt bir odamni arz qilaman desa, amaliyati bilan ko'rsatdi. O davrang sapti, "Voy, bunda qildigan bo'ldik. Oy, unda qildigan bo'ldik." Merhamet, qenisli dedim. Ayni gapim shu. Toza menga degan bu doston degan yezib ketgan og'zim bilan javob berdim. 4-5 turni yozganimga 4-5 turni hammasiga javob berdim. Men saqlab o'ltiraman. Bir xalq bo'lish suputim bilan bir tashkilotning meni qandoq bir shaklda o'tirg'i chiqirib sotqa tortadiganini bir ko'ray dedim. 24 soat kanalim ochiq betimcha naq maydon qilib berman, malani ko'rib, o'zini qandoq bir qo'g'daydiganda men xotin deganni o'gitib qo'yman dedim. Siz bir Uyg'ur, har bir Uyg'urninki, har bir davlatda, qandoq bir davlatlarda sizning haq huquqingizni qo'g'dash yo'llaringiz yo'qmi? Shuni bir o'gining. Birsi sotqa bermoqchi bo'lsa, siz qonun degan narsaga bundoq bir ishni chekib izdab yiqing to'rlarda hamma nima bor? Men mishada turib Amerikanikini, mishada turib yana bir yernikini, Finlandiyanikini hammasiga tekshirib chiqaman. Bir ishni qilolmaganlarga men birdamdan ichida Google degan narsa orqali hammani surishtirib chiqib javobini beraman. Bir kunda talay odam savol so'raydi. Ba'zilariga javob beraman, ba'zilariga javob bermayman. Ba'zan shunchalik bir qopoq odamlar bor. Deb tursangiz, shu u yerga bu yerga do'qirib turib, o'z po'qyap bo'lib, anadiki izlaydi. Po'qyap bo'lgandan keyin hargizga qilmayman. Mo'shundaq. Anandan keyin Sayram o'g'lani masalasiga men faqat kirmagandim. Hozirga qadar.
Gerçi şundaq açığım bolsunmu, jimit oltadım. Bununla başqa ballar kirdi. Misrdagi mush o'lib ketgan, Misr vaqasida o'lib ketgan, turmaga solangan, oilalari parchalangan, mushundaq bir qarindoshlarimizniki siz javob ovoz chiqarmadingiz deb shundaq dedi. Mirzat qarindoshimiz tinmay ashunga kirgan bo'lgandan keyin men aralashmadim. Men faqat aralashmadim. Inkasni bildirmadim bu tema ustida. Anandikin o sayram oğlanınki aşu Xitay konsulununki içindeki resimleri to'g'riga chiqsa, agar siz o'ylab beqing, mening bir parcha rasmim aşağıda bo'lib qolgan bo'lsa, butun qurultay yopirilib kelibdi, yevitdi meni. Bilishdingmi? Kallan qapoq bo'lmasa savol qo'ysan ma temaga. Agar ashuning o'rnida Solih Xudoyor bo'lib qolgan bo'lsa, yevitdi, siz bitiradi. Eğer şunun o'rnida mening mush billa mengayotgan to'rdagi shunchalik esil do'stlar, savodoshlarim bor, shularning ichidagi birasi bo'lib qolgan bo'lsa, nima qilib ketadi? Yoki mening ocham singlim inimning bir parcha rasm bo'lgan bo'lsa, nima qilib ketadi? Sen savol qo'yib baxmadingmi shuningga? Shu sababdan javob bersin dedi. Javob bersin desa, yo'q deb choponni yo'g'on esib turib NASA'dan buyruk düştü. Qanday gaping bormi, men chapanchi deb turib javob berdi. Uningga nima qo'shildi? Yahudilarga qaraganda bizga baxtlik, minnatdor bo'laylik deganni qo'shib qo'ydi. Ma uzundini. Agar vataningiz sizga kerak bo'lmasa, kimga kerak? Mushu davoma vatan davosini qilmaysa, mavu xoinlik, mavu aldamchilik, ko'z bo'yimchilikqa savol qo'ygan odamni sotga chiqaman. Tunogin men bir qanchasi dedim menga. Agar sotga chiqib qolsa qanday qilamiz? Men tang chiqaman dedim. Qanday yerda bo'lsam men uchib shu yerga 24 soat ichida bir yerga bog'lamanda men berib tang chiqaman shu yerga sotga. Kim chiqaman desa dedim. Nimadan qo'rqsa dedim. Sen kanun xilaf işini sen qilmasang nimadan qo'rqsa? Torda bir odamning fikr erkinligi bo'ladi. Har qanday davlatning parlamentlarga savol qo'ya olamiz, boshliqlarga savol qo'ya olamiz. Bizdek sarang millat Xitoy bilan selishtirib qilib o'ltirib, nima deydi? Ma sistemi yaxshi deb o'ylaymiz. Selishtirgan Xitoydagi turgan vaqtimizdagi ahvollar bor. Shuni selishtiramiz. Selishtirib o'tirib, biz baxtli yanalar. Biz a'lo qilganda yaxshi, oya qilganda yaxshi yashayapmiz deb hargiz onunğa biz ökt qopmaymiz. Burun shundaqdoq bilan ishlar olsa boshliqlarniki mush yangi partiyalar almashchi olsa, prezident almashmoqchi olsa, biz har vaqt hozir ma partiya nima ish qilmoqchi, xalq uchun nima ish qilmoqchi, ma partiya nima ish qiladi ekan deb turib selishtirib turib, mayli ushaq partiya bo'lsin shuni qo'llaymiz. Mondaq qo'rqoq degan narsani mishada o'rgandik, texmi o'rgandik. Voyaga yetkazib turib o'rgandim men. Mani bilib qo'y. Chiqqanlarda bollarim deydi, "Voy, nima chatdingiz apa? Aralashmisiz menda?" Hey, opam vatanda bo'lmagan bo'lsa, aşağıda qarindoshlarim bo'lmagan bo'lsa, aşağıda shundaq bir do'stlarim bo'lmagan bo'lsa, men jim o'ltirdim zuvonimni itib. Men sizlardek uyum ko'rib o'ltagan bo'lardim. Hey, huquqingni qo'g'dayolmasang, odam bo'lamisan sen qasing bir yerda. Mana tinmay ayrim holda ivatsa, to'shtirib etsa, monda bo'ldi. Sizni arzi qilmoqchi. Besh qo'ldak sizni biladigan birlari bor dedi. Hey, chiqasin dedim. Undan yo'shirib o'ltamaydi, chiqasin. Mening nimam bor ekan? Biz hammamiz hukumat ishlagan, vatanda vaqtimda hammamiz ishlagan. Tashviqot ishlamagan qahninki. Cumhuriyet derste işlemeyenmen. Sakçı olup işlemeyenmen. Bilip al. Abdülhamid'in bir yenemesinin başlığı emesmen. Başlığının kızım emez. Başlığının gelinim emez. Şundak. Beş koldak muş Zumrat Hanım'ı okudum bildiğinde. Oy sizge beğenmemdi dedim. Seti olaylı deyip işte deyip kettik. Seti bilinler olsa onçılık kımmet yaratsam neymi degen bəxt. Bu ben üçün dedim. Sizden kaçı neçə aylık pulunuz ne? Tepbergen bulup seti bilen boşçuk ne dedim. Makipim. Anan dinkin tıkı yani nime? Miyadi bir suat ahırını ok berey. Salam Zümrət Hanım, sizinki ailемizге ait
urug' tuqqanlarınız ait şundaq jiq narsalar barkan, mushu Shvetsiyadagi bir cho'ng omdimi barkan, O'rta Osiyodagi birlari orqali shu gapni anglab qoldim. Dünya Uyghur Kurultayı şu sizni sotqa chiqmoqchi ekan. Amin dedim. Amin. Voy shunda qissun saqlayapman dedim. Tünögün chiroyli qilsam bugun siz qo'rqmamsiz. Qo'rqqanmi yerim bo'lgan bo'lsa, men yerga chiqib o'ltirmayman dedim. Sen bana yezivatsan, men sana og'zimda javob beryapman. Qo'rqsam, og'zimda javob bermaydi, men qasam o'xshash dedim. Bunda qilib psixikadan mana chap o'ynaydigan duttalaringni o'zing chap, o'zing o'yna. Elə özünü öz oynaydiganlar oynab al dedim. Moşundaq gap. Anadaki texnim deydi nima bir narsani qistirib o'tay. Inim tugab ketgan yili shu o'limga borgan vaqtimda ajoyib bir eskil qilib ketgan bir iflaslayapti, o'ladigini o'ldi, hayotlari hayotdi. Shunda vaqtda menda bir ish bo'ldi. Inimni operatsiya qilib turib, o'ligini hamda meyitni operatsiya qilib turib şu yürek tıkılmasından tügepti dep turib inniq ispat tursa doktorning qog'ozlarigacha bor menda. Aşı vaqtida shunda bir gap chiqdi. Voy, şu operatsiya qilib turib, şu o'qish kerak, balag'i qalamdi, qamamdi deganlarni maslahat bergan bir muncha insonlar bor ekan. Shu tufayli shundaq ochiq yutib, bek ochiqim kelgandi. Men qo'l qo'yib, nim qilg'izmayman, operatsiya qilg'izmayman. Bir odam o'lib ketsa, urug' tuqqandachilik qoldi, xotinchilik nikohi tugaydi, hammadan biladi. Shunchalik ifloslar chiqqan, shunda ishlarni qilgandi. Shu vaqtida degandim men. Har qanday voy inisi maqchiyib ketibdi. Voy inisi bir g'alit kasal bilan o'lib qolibdi ekan. Voy andaq mundaq deb degan bir mo'j gap chiqayotgan chog'da men doktorxonaga berib, boshdan oyoq video oldim. Inimniki putidan tutib oxirigacha video oldim. Video elib, men doktorxonaga degandim, "Mani men mandaq betimcha oldim, kiyimlik olatdim, olaman, hamma har xil olaman. Bulamda o'tsam, albatta bo'lsa sen tuqqun tursan" dedi. Oldim. Bir kunlarda bolasiga qo'yib bergidek darajada videoni olib qo'ydim. Anadagi ba'zilar so'rganlarga ivatib berdim. Maqchi yiptimi inim deb. Shu vaqtlarda men ba'zi odamlarni sotqa tatmadim. Sababi mening sendek peslerini Allah'a tapşırıp ettim. Allah balayını versin, cinini alğan çadım. Ağırlıktan, ağzından köpük yenip durup, Allah ulu Xudayım dep durup, şunda qağıdım. Aşındaq betimce, bunu şu betim qop koydum. Videomu aldım, bazen dostlarıma kösettim. Mana mena inimsem, g'aliti gaplar kelgandi deydi. Nima degan desam gap qilmadi. Yana ba'zilari qopib, voy g'aliti kasallar bilan deb, unda g'aliti kasalda ketganlar g'aliti bo'ladi deb oppoq yotmamdi inozlar. Qaysi g'aliti kasaldi dedim, gap qilmadi mana. O'shunda. Agar shunda bir kun chiqqan chaqda to'g'ri chiqarib qo'yman inimniki videosini deb o'yladim. Sotqa men advokatim bilan deyishib qo'ygandim, o'shundan boshqa ovozlar, mush Kanadadan kelgan, Norvegiyadagi balanchi, palonchi bo'lguncha boshqa ovozlar bor qara. Vaqti kelgan chaqda men hozir bunga kirgim yo'q. O'lib ketdi debmi emas, ish qilib, mush saqlab qo'yib turay deb turib shundaq bir narsam bor. Ananikin deb qo'ydim. Mush voy monda desib, odam deganniki bir qilgan xatolig'i yoki bir qanday bo'lsa, men millatimni setib qo'ygan yerim yo'q, uyimda Xitoy yo'q, mening uyimda faqat Xitoy millatidan, jatti jamaatimda Xitoy yo'q meningki. Moşunda ya bir jalaplık qilgan yerim yo'q, şapaqlık qilgan yerim yo'q, sen duttachib yalang'och usul o'ynab bergan yerim yo'q, uning bilan tutilib qolgan yerim yo'q, aning bolasini mening uyimga akib tuqqan yerim yo'q, o'zimning dadasini, balamninki dadasini mi bilaman, balam opasini mi biladi, dadasini mi biladi. Moşunda holatda jalaplıqlarni vatan davosining ichida agarda vatan davosi qildim deb oldimay, nemish qilsang menga ne? Voy besang sening og'rimisi menga ne? Moşunda jalap şapaq xotinlaringlar, erlaringlar birga nemish qilsang menga ne? Voy, hammishni qilib bo'lib, meni arzu qilma desa, ma bir muncha pishitlar kirib, shunda yezib ketdi. Voy, sizni oq qilgan bo'pti. Voy deb, voy, ish pishib qolgan bo'lsa, unda asadin ta'tilga qo'yibdimi? Ta'til qo'yayotgan bo'lsa, ish pishib qolgan bo'lsa, arzu qilsin. Qani dedim, ne inalarimiz bor? Voy, niye sınavlarımıza birkaç hafta hazır voy bir şunda bir oynamaylı mı? Xalqaro bir çay oynaylı, qonun cheyi deb shunda deyishdi.
Mana cevabım. Berip avu 70 puştuğunu berip yetkizip koy. Bolsa elek marap durup olturduğanlar berip körüp tazı bir yerlerini kondurып alğın menikini anlap durupçu. Moşu gepim. Sizler oylap bekminglar qeyrindaşlarım. Hazırgı kadar ha? Hazırgı kadar. Dava ilgirlemegen dava. Pullu bolgan çağda, pullu meselesi kelgen çağda Uygur milleti kerek. Uygur halkı. Halk mı emas? Halkның içinde vatan diyaligini, qeyrindaşlarım digenleri, qopaligini o jığılıp, hiç bolmaganda jığılaya aldığanları o halk boladı. Bana Türkiye'den bir qeyrindaşımız aynı vaqtda bir paranlaşkan vaqtında heli tüzük ornu var bir adam şunda degendi. Zumrat hanım, Uygur'un emas halk emas. Halk degeni hareket qo'zg'aya oladigan halk bo'ladi. Zimin deb chiqaligini halk bo'ladi. Hozirgisi halk emas u degandi. Ha, mushu javobini deb beray, ha. Ananing keyin biz to'rda o'zimizning fikrini erkin ifodalab keldik. Azroqmi yushamay bizga zimin kerak, bizga qeyrindosh kerak. Qeyrindoshlarimiz qirilib ketyotidi. Vişinda yoki doyingda o'tiribla vatan hechnim bo'lmaydi. Ashunun qanamsa sen urug' tuqqanlarini silabmi baxmay, o'ligini uzitibmi bermay, yo qabrisini ko'may o'ltirib shunun qanamsa deb turib savol qo'yg'im keladi deb turib bir qancha shundoq dedi. Anadagi doyinglarda jiq odamlarni uchratdik ada. Davoning beshidan tutib oyog'igacha odamlarning jiq narsalarni uchratdik. Videolarni tushirib qo'ydik. Eliqi ma'naviy onamiz bo'lsin. Yana bir so'sin her sakallıklarınki mushu meşrep sorunlarda geçivetken doyundaki videoları yollavetken videoları qarab Xitoy konsulunun aldığı yetib alsaqmı hiç kim bizni mit qilmaydi ekan. Aşağıda yetib alganlarning hammasining nechidan doyinsi vakada. Xitoyning ta'taydan bo'lgan ballardan tatib mushu videolarni mana deb turib evatib bergan qeyrindoshlarimiz var. Men tashviqot urushining shunchalik bir unumli nimasini ko'rdim, natijasini. O bolsuma Uygur oyg'andi. Burun g'ing qilmaydi. Bu qatim kollektiv mushu xalq harakati qo'zg'ay oldik. Hammamiz ovoz qo'shdik deb turib, shunda javoblarni berganlar bor. Siz ovoz chiqamdingiz Zumrat xonim. Mushu narsaga faqat kirmadingiz dedi. Yo'q, men kirmadim emas. Men saqladim. Men saqladim. Nima uchun saqladim? Mushu da'vo deganlar mushu narsaga nima javob berar? Qandaq javob berar? Qandaq adam Xitoyning konsulxonasiga bevosita nima pasportni yangilaydigan kirenmagan, qabul qilmagan adam qandaqsiga Misrdek bir yerda shundoq bir ahvol bo'lgan chog'da xalqning daftarlarini yig'dim, kitoblarini yig'dim, oyat o'lim balo ish bo'lsa, shundoq javobni chiqarib o'ltasa, anadagi tashkilotlarga yordam qilinglar desa, kim chiqdi? Sizlarning cho'ng dadanglar chiqdi. NASA'ning shahzodasi chiqdi. Chiqib bostirivyapti. Xitoyning odati bu. Hamma narsa jimjit qilib yo'qitib o'talaydigan. Hozir beshida chiqdi bu ish. Onadagi xalq qo'zg'algandan keyin buningga yo'q. Biz jimitib o'tamiz degan narsada ching turdi. Shuning bilan jimitivyapti. Jimitivyotganga hammanglar qoyil bo'ldinglarmi? Anadagi tinmay, voy, mushu tashkilot Voy sizni arz qildigan bo'pti. Mush ishni qilganlarni arz qildigan bo'pti. O'te degan gaplarni bilan tinmay psixik o'yintivyotdi. Agar aqlingiz bo'lsa, da'vo nima uchun ilgari bosmadi? Hozir qadar qurol tutadigan vaqt kelmagan bo'lsa, nima ish qilishimiz kerakdi? Chet elliklar bizga yordam qilish uchun Uyg'ur o'zi qo'zg'alish kerak. Çatal anlamada emas, çatal Xitoyning ahvollarini NASA'dakidan tutib u yerdan bu yerni hammasini chuqchilab chiqarayotganini ko'rib turyapmiz. Dunyo vaziyatida cho'ng o'zgarishlar bo'layotgan faqat o'zingizning kallangiz bo'lmaganligini bilmayapsiz. Mushu virusga tayab turib, jiq ishlar bo'ldigini aniq. Hech bo'lmaganda Facebookingizni ayamang, zuvoningizni ayamang. Nima deb mush tashkilotlar haqida yurak vergan bormi, inkos yozganmi, shuning hisobini o'ltiradi. Ben bunda qilay degandim, lekin bunda qilmaydigan bo'ldim. Nima ish ashunda qilmaylar? Voy saqlayapmiz hammamiz. 现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。
Ma Xi Jinping dadısının gipini aynı işiltipti dep oyladım. Ma o Xitayga çekilip samanlar, çekilip kalsanlar iş çıkıdı degenge okşaşçı. Aşında ben yana bir anlatıp koyayım. 现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。不好办的，不好办吧？我们就上国际法庭. Açta oynaylı. Her kıtımda bir iş çıkıdı. Eğer biz bolsak dep koyup bakın. Ama şu tordaki azırak bir küçük kızlar. Vay Xitay toğırlık bir nerseni yazıp vay birdemelerini setip bu kız vay ondakçı ce, mondakçı şey, mandak dep başlar bir tiyin ağısız kıvetken adam. Xitay kursunun ortasını yiyip durup kılan video, resim çıksa hemiz kolektif gayip oldu. Zuvanı tutulup kaldı. Divanlar hemiz kolektif divan kesil oldu mu onu bilmeyme. Anadaki tınmay gıdıglar seni sotku verdiğin boptu. Hey seni sotku verdiğin boptu. Hey ay yani birisini sotku verdiğin boptu. Vay ispatı var ki. Hey ispatı var adamcı. Nıhtık oturdu. Cemmete çağırtılışını saklap oturdu. Xudu mendek. Bir adamın atanız için çıkını mı hata? Zulüm kuşçurğunu zuvan çıkağını mı hata? Hata. Senin dadan. Çünkü at teşkilat neri beri bolsa davanı urup etediğen boldu dep bir çoşka tunguz işte davanı mındaq etediğen boldu dep. Qaysı davanı? Hey qaysı davanı? Avtonomiya davasını mı? Avtonomiya davası yok kalsa aylık resim düşürgen bir etraf olup oturup kollektif oynaydıgan tatillik. Manda vakitler tügeydi. Aldınga moş hoş dep çıkıdık Allah tügeydi. Seninki o yuşurunca Xitayga verip dadağınınki qabirsini süpürüp kelgene ulan biz kılanmayız. Mavu nime üçün mundaq devatıdı. Özünün fikrini ifadelevatıdı. Ben anlamasam meyli dep oltamay. Aşı gıdıgılap oltamaysa. Biz bir çoğun koşun. Xalq koşunu. Əxli cayda adamlarınki koşunu. Biz avaz çıkırımız. Qeyrindaşlarımız üçün çıkırımız. Təşviqatını teximi küçəytimiz. Sana sual koysa, kim çınarak vakırsa, şununki de nim kılgan mında kımaylı ziyalıyla yizınla. Senin ziyalılıkını kulungamını sürtmeyme dep koy. Berip dep koy hocalarınga. Bir marap körse bu meninkini. Bir yerlerin kıçışıp ketken yerlerine bek darı buldu menin sözlerim. Şunun için yetkizip koy hocanga. Ben bir şey saklap oturup attım. Kaysın işini acımay urdu ki de. Advokatını izleydi. Böyle val, ben her vakit ba. Her vakit. Şununla tünögümü çıkarıp koydum. Ben bir saklay, bir çıkaylı, halkarada, bir yanırtı biteyli, zeminini alanmagan manda bir yerler vardı, bir hak. Ma bir kotunu çakırıp ki sotka dep durup, benim advokatım bir emes. Ben her kandak ispatını, bankınınki, bir bakkalı verdiğin yeri var. Böyle obdan bilidi. Tordan izlep baksanlar, neminasin negi bakkalı veridi, saklığılı buludu, aşında orullar var. Kıllınızı işletsiniz, korkak salsa, korkup oltamayısız. Vay saklavatı ben demiş kelmeyse, deysiz. Kıtık işken yedi ben yok. Çiliginizni mi yalamagan ben? Nemi dep men çıkımı sotka, sili çıkmay. Dep sual koyup yakın. Ben hata iş kıldım mı, ben doğru iş kıvatamdım dep, onunla mı sual koyup yakın? Özünüzde okup yakın, kayta. Muşunda petimci siz vatan alamsız, yalgandan namayışığı çıkıp oldu, vatan alamız. Oy vatan kimden? Uçu ben menen, dep de hayacan ketken zümret tutsun, Allah'ıma kaça ölüp gitti işkimi 18'diler. Ölüp de kaldı yaş vaktidə. O yalganlarını körüp oldum, bilip oldum. Şunun için onun hemmisi ölgen. Halatda ben sual koyuvatım. Ben özlemdeki fikrimde bayan koyuvatım. Her vakit aldanmanlar, orta siyah mı dedim. Sizler bir seyğin kalıp sizler. Sizler seyğip oturduken. Sizlerde şunda kıyınçılık valla talayken. Biz kıyınçılık var neçisi yardımda olduk. Acayip kıyınçılık valla bakken, mecruhla bakken. Nimiş şula karmaysızlar.
Bular degan enidiydim pul aldı. Eylik 125 ming dollar mı, euro mu nima eylik birimiz çıkıp geldi birisi yazıp koyup ki kömegendim onu. Aşılarını şu dava işlesin, işiltimedi sen neyim dep silerden yani yığdı, kallanga bağ mı diyen derseni sual koydum. Dava degen puluma, dava degen usuluma, dava degen duttama, dava degen nime, meşrepma, aşkana içişme, pullarını yığıp oturup aşkana açsan iyi sapma. Aşkala kancılık bir sırlık bir ponkutu. Aklın bolsa, kallan bolsa, sual koyup baksa. Sen bir insan bolsan, kancılık naynaylarını kördük muş vakitçe. Nime dep sual koymaysa, pok yap çoğun oldun mu, kalsın dep durup sual koyup akım kelidu. Men var dostlarımga mı demedim ma sualını. Bazen bir oturda laypat kaknımı layitip oynaydıganlar var. Şula koydum. Vay kancıkay, vay andığıdı mandığıdı. Eylik bir çak 2018-19'da meni bir acış ketdi dep bolamay ketkendi. Vay ergerimiz dep. Vay acış bir top, acış popsan vakasın eylik şumla. Türkiye'de yetiyatkan şum. Avazını ilk günü bir nim kantım. Vay acış ersiz kaptı ki depti. Sen xotunsuz kapsan ne? Xetangni beri yuttu xotunu. Noçu olsan adamdan çok eğizdin gididu. Ballarım olsa ballarım men acışımen dep durup acıraşmagan. Turmuş degende pişanı adam her xil narsani yezip koydu. Rizqimiz toşqandaki ayrılıp ketdik, könmedi ketdi. Onu odaki qısıp oltadım, nemi dep bu tegmeydi o bu dep. Saňaşy dıgırap olturamaygan, işten berim boşap qalgan, mundaqlarga köstüp qalma, meni oquştup qalma. Qısıp olturma. İhtiyacım yok aqasınga. Anın yançıqın, anın yapqından çıkıp manınga, manın koyundan çıkıp anınga. Halal yerdige haram ballarına ekip tuğup yerden oquştup ama ağaçlarınga. Ma ayni gipim. Noçu olsan sotlu körüşeyli. Ma erkin sıdık efendim o iş pişip qalgan bolsa sotka açıqsın meni. Yaptı da bir nakşe etip atkan insan. İş pişip qalgan bolsa boldu o. Onu yalgandan ma ağzın mana fikirnemi da kılıp, şikiri bölüp, tavanımı da kılıp o bu kısa. Mana? Rast gap kız. Yalgan kıvatkan işini rast betimiz iş barlar ma yalgan iş kıvatımız. Biz avtonomiya talep kılımız. Desem tügüdü o. Yalgandan Uygur'un aldığı kelgen çağda oy müstakili. Özün ağzında dep bulup baş Erk Türkistan'ın özlüki xalq azat kılıdı. Biz onu kısamız tertimi su kuyup emedip anda dep bulup. Ondan ki onu jüppa kızlaplı iştim bu mağalık teni veliş. Xitay şunda bir nesem teni valalaydı. Lager yok, ote pote dep. Lager yok degende. Qanday boldu? Yana lager dep. Ananlarının tukalları doyunda oynap yürüp de ivet koydu valla. Şirketi valla ba. Vay Dünya Uygur Kurultayı'nın kaysınınki tukallarının şirketi yokken. Minin yok desem biz çıkayıp ataylı torga. Minin yok şirketim dese ataylı torga. Hiç neme azıcık uçur devri. Burun vakti ateşe minip durup ya ki hiç neme yok kitapla mı yazıp koyamagan manda halet emes uçur devri tabırını mı tapamazsın bir demde kompüterinin ne ehilleri ba. Muşkatımı dedim ben vallaha. Biz bek arlaşıp ketmeyli fuka. Şu Mirzat kıvitipti. Oldu biz bek arlaşıp ketmeyli dedim. Sebebi nime? Yani şu zaman erkek kırgınçık uçurgan millet zaman dep çıkış gerek dep durup zaman dedik. Gep kımay turaylı dedik. Lekin sen ağa koylamda oltamadın. Zuvanın cimikmedi. Zuvanın cimikmedi. Zuvanın cimikmedi. Eğer 2009'da sen vatanga bağın. Onundakin vaka yüz verdi. Şunanınki bir mında bir sual koyup yakıp burun kıgan açar işlerimni emdi olsun kımay. Hayatımda bir şermendilikni yani bir şereflik bir iş bilen bir yepi viteyço dep oylagan bolsa uyqanı içip durup hey ma balı manda qıptiken manda oy sual cevap bersin dep ündügen boladın çapandan yoğun peltona kelip dep yapmaydın. Özün esildin Uygur halkıga. Uygur'un mendek halkıga. Anda hainlerge emes.
Cemaat Uyghur cemaatinin içinde qanchalik poxlar bilan, sirlar bilan to'shib ketgan. Hammadan Uyghur emas. Shu tashkilot xalqni arz qilsin. Saqlavatimiz. Michildab yolg'ondan u yani chuqchilab yiqib, bu yani chuqchilab yiqib emas. Haliqi mustaqillik degan vaqt kelmedi deb sana kelmayapmiz, bizga keldi, biz pishib yetildik. Biz deymiz, urug' tuqqanlarimizda ko'rishamiz, sarang'ib ketib boramiz. Burunlarda men Nokia'niki bir haliqi odatdagi telefonni ishlatdim, qora telefonni. Telefon qo'ldan tushmaydigan bir insonga aylanib qoldim. Sababi nima? Biz kuyuvatimiz. Köygenler üçün bıraklı külüp olup gideyli dep şundaq bir niyet kep olduk biz. Teşvikatı texim küçeytimiz, tırışımız, sual koyumuz. Sen kimdin sen? Sen Uygur'un vekili dep olturup çıkıverip bildirlemegen bolsan ben senin bilen işim yok. İştinini sevesem işim yok. He. Balan bir mi bulamdı? Oğlan bir mi bulamdı? Kızın bir mi bulamdı? Nime çattığım benimki? Ben ezelden palancının balası birimi setip tutulup kaptı. Palancının kızı birimi bop kaptı. Dep olturup birini sözlemeyme. Ezeldin. Kögense? Kögense? Men fakat dava oynuluvatıdı. Ma yalgan dava, toymuğur dava, bu köz boyamcı dava dep durup uqturup geldim. Moşundaq mesele. Sayram oğlanıga yoğun peltosunu nasadın elik mandaqsıgı kiyme bilen tam düşürüp erdi. Özünün ağzı yok mu şu insanın kaynatısının avazlarım turuptu, resim degen turdu, videodan tatıp turdu. Aldamçılık ulan, manda aldamçılık olmasay, xumsi demdi elik tenip aldık Allah'ını. Moşunda tursa, yani kapak kallanı bilen nomus kımay bana. Zümrət xanım, sizin degen 5 qoldaq nəsiniz? Ma Şivisiyadik bir sidiki bakə, yeni bir sidi bakə, Orta Asiyadik palancını aldım da, oy koyversin, bağolsa. Her qandaq nəsige cevap veremeydiğen bolsam, adam bulmay gitime bilib al. Her qandaq nəsige. Men Abdunum rayonunun birəsinin başlığının ki tuqqını, ya ki xotini, ya oşnisi, ya birnimisi emas, haqasın oxşaş, jarida tutulup qalgan jalaplarının ki oştup qalma meni. Cuma bilib al. Men o alıqı ana tilini güllendiriş ümükinin, ya ki yani bir yerdeki birnime ağaçlarını oxştup qoyma meni. Bilib al. Ma ucuma, haqasın sebdaşları oxştup qalma meni. Xuda urgan bendisi olsa, onu urgan yerden kopup gidip adam, men ma işte qılmay, qırılıp gidiyordu da vatandaşı Uygur, şunun için kuğamını gıt qısay degen bulatdım ben, qasını ornadı olsam. Tınmay koçulap oltamay, neyada. Ma aynı gibim, bu olsa kıyırındaşlarım, iqtmay, temitmay, eyliqi, çapancılar, hocalarınlara yetkizip koyunlar salam xatlarımni, salam sözlerimni. Cuma arzu qildiganlarni saqlavatdim. Mayli qandaq refaga chiqib elib, "Uyey, mana shu xasakning endi singlisi meni bunday qildi. Singlisi bunday qildi, ben peşra edim" deb o'ligimni artilgan odam emas. Men hech kimdan pul yig'may, o'ltirib, advokatini ergashtirib, boraman chaqirgan yerga. Pek yaxshi ko'rman undan narsa, saqlab o'ltirdim. Vay. Uygur'un ki kanun engini şu vaqtida yetildirishga hes qo'shgan bo'latdim. Qeyrindaşlarım, ma axlonlarni ishlatib turib, kim arz qilmoqchi ekan desa, ma'qul, men saqlab turyapman deb javob beringlar. Chunki men uchun bir g'am yeb ketmanglar. Hamma odamningki o'zguchlik qo'g'dash engi o'xshashmaydi. Mening qo'g'dinish engim bek yetilgan inson. Men xil pishqan qonun jihat, o'zimning qonun engim vahshiy bor. Kim sotqa chiqalaydi, kim chiqolmaydi deganni men o'zim bilalayman. Nomerimi qo'ya olayman. Mana, qeyrindaşlarım, yolg'on da'voga savol qo'ying. Yolg'on da'voga bir nima uchun mushu musofirimiz bilan biz vatan ola olamdik? Ma aldamchilik mush namoyish bilan vatan ola olamdik? O'zimiz qo'pib, mushunda vaqtda qo'pishimiz kerakmidi deb savol qo'yib beqing. Menga bir qeyrindishim, kichik qizimdi. Mening qizim yeshimda, qizim deyman.
idorasida o'ltirib, mening mush vatandoshligim chiqsa, men parlamentning oldiga chiqaman debdi. Desa, texsh chiqib boqmadingmi? Asli Uyg'ur to'kilib ketish kerakdi debdi ekan, nomus qilib ketdim deb kunda chiqyotdi. 15 minut olsun ish ketib berib turib, 15 minut olsun turib ketib boraman deb. Vatandoshligim chiqsa, anadagi biraqla o'zim biraqla chiqib, mana qilaman deb. O'ylab beqing qarindishim, ash vatandagilarniki bir yig'isimi anglanmamdi, zulmga rast ko'nib qoldikmi yoki u cho'ng dadamizning gapi bo'yicha bizning yetmadimi zulm ya? Biraqla falan yerga yetib bo'lgan chaqda hech kim qonmagan chaqda ota-onamiz o'lib tugagan chaqda dadamga o'lib ketdi. Hammasi o'lib tugagan chaqda aniki xo'shallik bilan "Voy!" deb turib, musulmon, Uyg'ur, "Ey, voy, voy!" Duo bilan Uyg'ur qutulmaydi. Duoni o'zingizga qiling. Siz o'zingiz uchun bir g'urur tilang, Allohdan aql tilang, madad tilang. Mushu. Lekin vatanga ozodlikni o'zing qopsang Allohdan keladi. Qopmay o'ltasang, qopsang anadagi suv jurmak suvni ichalaysan. Qopsang minnat qilsang jon baqalaysan. Tilamchilik qilib Uyg'urda palami tilamchi. Tilamchi yetiştirish markazi Uyg'ur. Bütün dunyoviy tilamchi yetiştirish markazi. Akini bir to'rda bir narsani kesib chiqarib qo'yay degandim. Bir tilamchini tutib ekan. Amerikada bir tilamchini tutib ekan. 5 yurish uyi bor ekan-ku. Tilamchini tutib ekan, sot echiladi ekan. Ashunda. Qarindoshlarim, nonni yeyishni, nonni burningizga yemaydigan odam, og'zingizga yeyishni o'rgangan odam, siz savol qo'yishni o'rganishingiz kerak. Bu sizning burchingiz. Ash tuproqda siz tug'ildingiz, cho'ng bo'ldingiz. O vatanning sirtida ona til, vatanning sirtida madaniyat degan gaplar o quruq gap. Davlatingiz bo'lsa, hamma narsangiz asliga keladi. Yüzünüzmü buludu? Nomus qilmay xalqning yeniga kirib, shu Xitoyni gullantirib to'xtab o'ltag'icha Xitoyga yordam berish tashkilotlarning chiqib, bu Fushichu degan so'zladi. Voy men ustozi, voy men shapoatchisi, men sabdishi deb herkes yushamay so'zlayotdi. Shu pop, ha? Bir yolg'on pop, bir e'tiqodning jidilini qilyotdi o'sha Amerikada. Bir yolg'on birisi o'tirib islomning jidilini qilsa, odam rast kuladi. Ash pop jinida meni ustozim deydi deb turib shunda miyig'ida kulgan yerini Xitoy jinida yezib qo'yibdi. Ey qarindoshlarim, ahlimizni rast ishlataylik. Rast ishlataylik. Uyg'ur xeli madaniyatlik, izzat atishni biladigan, hayo sezimi bor bir millatdiq. Uyqonlarni ichib, biz yanalar xalq harakati qilimiz. Men hech qanday tashkilotning bir nimasi emas, ham tashkilotga kirmayman. Men bir Uyg'urlik burchimni ado qilaman, savol qo'yaman. Sen söygənni men söyüşüm natayin. Sen təşkilatның bir nimasini ko'tarib yurgani bilan mening ko'tarishga hech qanday ehtiyojim yo'q. Jaloblik qismi ma'qul, shapaqlik qismi, buzuqchilik qismi, agarda shaxsiy nimasida nemish qismi mayli. Lekin Uyg'ur davosi deb pul elib turib, shuni aysh sharaf ishlasa, men savol qo'yaman. Mayli sen meni qo'yarxonjiq debdillar, Allah baloyingni bersin. Allah şu ağzını maymaq ketkizversin, uluq Allah qo'ling tutmas, putung tutmas bo'lib ketsin. Oy ajrashding, aqlding, bolaringdan ko'rsa shuni, og'izdan ketganni odam bolalariga ko'stidi. Sana Allohdan tilayman. Lekin millatimga aql tilayman. Bir g'urur bo'lsin qarindoshlarim. Birsining meninkida meni arz qilaman desa, menga yetkizishingizni hojat yo'q. Biya balkim aklınızda yetkiziniz onu bilmeyin. Kağın diyen ama fikrimni her qandaq meydanımni sizlarga ifadalab qo'ydim qarindoshlarım. Ahlimiz bilan ish ko'raylik. Uyg'ur ezilib ketyapti. Uyg'ur qirilib ketyapti. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayapti. Uyg'ur hergiz 9 milyon, 20 milyon emas Uyg'ur. Uyg'urning nopusini töven ko'rsatayotgan naq Xitoy va Xitoy Uyg'ur tilli Xitoylar. Sual qo'yib beqing. Bir siyosatga aralashmaydigan bir tashkilot biz idoralardimi ma'lum narsalarga aralashmaymiz degan narsalar bor. Siyosat so'zlamaymiz bolalarga biz maktabda. Siyosat so'zlamaymiz. Lekin siz o'ylab beqing. Bir yerda ishlayotgan odam dunyo Uyg'ur qurtining bir nimasi bo'lib turib, vatanga nimishga bora oladi,
Hech nim bo'lmadi. Ayni vaqtida men degandim, Anvar Yusuf Turaniyni bag'anda shpion u bu deb ketibdi ekan. Nima deb mala undaq bo'lmaydi. Bu bir davlatda ikki tuzum davatati, rost o'xshamaydigan tuzumlar bormi deb men savol qo'yaman. Nega sizmi savol qo'yib beqing herhalde? Qarindoshlarim, o Sayram o'g'lonini degan o'g'lidek shundaq chapan yaptı. Nima uchun? Aşının o'rnida men bo'lib qolsam deb o'zingizni qo'yib beqing. Aşının o'rnida bir Zumrat Tursunning rasmi shunday bo'lib qolgan bo'lsa, nimalarni qo'yib deb savol qo'yib beqsangiz-chi qarindoshlarim? O'ylashib beqing, aqlingizni ishlating. Alloh sizga aqlni bergan, aqlni ishlatgan bandasiga menimcha Alloh cho'qim bir yaxshi yo'llarni ato qiladi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga qarindoshlar.